Bugun sizlarga top eng g'alati komplimentlardan bittasi va yoshligimdagi xatolarimdan bittasini aytib beraman. G'alati komplimentlardan bittasi bu mening qo'lim va barmoqlarim. Qanaqa g'alati eshitadi, to'g'rimi? Lekin bunaqa xabarlar juda ham ko'p va bular men topib olganlarim xolos. Shuning uchun bugun shunaqa komplimentlarni oqlash maqsadida yaponskiy manikyur qilamiz. Bu yaponskiy manikyur halol hisoblanadi. Bundan tashqari zarari yo'qligi sababli menga juda ham yoqadi. Salonlarda adashmasam o'rtacha 100-150 ming atrofida qilib qo'yishadi deb eshitgandim. Lekin men bundan burun 99 ming so'mga oldim. Katta olganimni esa aytmayman, sababi bu reklama emas. Mayli, endi sizlarga yoshligimdagi top xatolarimdan bittasini aytaman. Taxminan 1 yil oldin hamma qizlarga o'xshab men ham tirnoq qo'ydirgim kelgandi va oyimlardan so'raganman. Oyimlar esa avval unchalik yaxshi emas, qiynalasan deb ogohlantirib, keyin ruxsat bergandilar. Birinchi marta qo'ydirganman, unisida chidasa bo'ladi. Ikkinchi marta qo'ydirganimda esa yigitinglab, ko'karib, nimadirlab bo'lib ketgan. Men boradigan master 2 soatlik yo'l edi. Og'riq juda ham kuchayib ketgan. Barmoqlarimni o'sha qimillatolmay qolgandim. Birinchi oddiy tirnoqlardan bilan olib tashlaganman, lekin baribir og'riq juda ham kuchayib ketgan. Va chidolmasdan o'sha tirnoqlarimni o'zimning tirnoqlarimga qo'shib sug'urib olganman. Albatta, tek tugi bilan hammasi yulinib ketmagan, lekin 50% tirnog'im yo'q edi. Shundan keyin tirnoq degan narsaga qaramaydigan bo'ldim va tavba qildim. Eng zo'r va tinchginasi shu yaponskiy manikyur. Mabodo yangi yilga sovg'a qilsalar ham zo'r sovg'a bo'ladi. Direktdan yozsalar qayerda borligini aytaman. 3-4 kun reels qo'ymaganim evaziga sizlarga zo'r yangiliklar olib keldim. Birinchi o'rinda eng katta yangilik bu endi viloyatlarga ham pochta chiqaramiz. Men o'zim ham klientlarim ham qiynalib ketuvdi viloyatlarga pochta chiqarmay qo'yganimda. Men 70% klientlarim viloyatda turishadi. Shu sababdan ham ancha qiynaldim. Klientlarim esa pochtaga 30-40 minglab emas, taksiga 100-120 minglab to'lab qiynalib ketishdi. O'z ustidan dekabr oyida pochta chiqaraversak bo'lardi. Lekin tavakkal qilishga qo'rqdim. Sababi ulitkalar sovuqda o'lib qolish ehtimoli juda ham katta. Va bir kun shunaqa vaziyat bo'ldi. Viloyatdan ulitka konteynerini izolonga o'rab jo'natishdi. Katta ulitkalarning hammasi sog'lom yetib keldi, faqat kichkinalari baribir ham o'lib qoldi. Shu sababdan ham 3 santimetrdan katta ulitkalarni pochtadan chiqara olamiz. Faqat men ertaga erinmasdan bozorga borib izolon olib kelishim kerak xolos. Ikkinchi yangiligim esa hali beryapman, xudo xolasa 2-3 kunda aniq bo'ladi. Uchinchisi esa har doimgi yolg'onim, men endi tez-tez videolar qo'yib turaman. Bu endi rostdan ham har kuni videolar qo'yishga harakat qilaman. Hamma obunachilar soni ko'payishini xohlab turgan bir paytda men esa ko'payishini xohlamayman. Sababi esa agar 7000 ta obunachi bo'lsa, konkurs qilib 10 ta yutgan obunachilarimga 4 tadan 3 sm ulitkalar sovg'a qilmoqchi edim. Ulitkalardan muammo yo'q, 40 ta 3 sm ulitkalarimiz tayyor. Lekin katta muammo bu konkurs. Konkursni qanaqa qilishni ham bilmayman. Shartlari oson bo'lgan va shu bilan bir qatorda menga ham foyda olib keladigan konkurs bo'lishini xohlayman. Iltimos, kommentariyada konkurs uchun variantlar yozib keting. Yil boshida hamma qiladigan ish albatta o'ziga maqsadlar qo'yish va rejalar yozish bo'lsa kerak. Shunaqa minglab insonlardan bittasi bo'lman. Lekin mening maqsadim yil oxirigacha bu maqsadlarga erishish uchun harakat qiladigan sanoqli insonlardan bittasi bo'lish. Bularning barchasini albatta sizlarning ko'zinglarning oldida qilmoqchiman. Birinchi o'rinda el qatori men vision board qilmoqchi bo'ldim va har xil variantlar qidirdim. Menga asosan ko'zimga shunaqa ramkalar juda ham yoqardi. Lekin uni topolmasam kerak deb o'ylab hols qidirishni boshladim. Bunaqa doskalar uchun oddiy rasmlar bilan birga hammasi bo'lib o'rtacha 150 ming ketar ekan. Ertaga bozorga borib hols olaman deb turgan joyimda Instagramdan shunaqa tayyorlab beradigan profilni ko'rib qoldim. Xullas, men xohlagandek ramkali qilib berar ekanlar. Zakaz berganimdan 4 soat o'tib pochtaga berib yubordilar. Shu vision board menga dastavkasi bilan birga 130 ming so'mga tushdi. Men vision boardimga birorta ham Pinterest'dagi shunchaki ko'zimga chiroyli ko'ringan rasmlarni qo'ymaganman. Har bittasi meni rosa ekanli maqsadlarim va bular sizlarga qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Bular haqida ertaga reels chiqaraman. Bugun sizlarga pochtadan kelgan ulitkalarni ko'rsataman. Xabaringlar bor, menga kim ulitka bersa bemalol olib qolaveraman. Menda boqishga vaqtim va sharoitim faqat bitta iltimos, jo'natayotganinglarda xuddi shunaqa qilib izolonga o'rab jo'natinglar. Sababi bu ulitkalar ham pochtada 2 kunda keldi. Shunda ham hammasi tirik va sog'lom. Bu katta ulitkalarni qo'yib turamiz. Sizlar mana bu kichkina do'mboqchalarni ko'ringlar. Bular bir oyda taxminan 1-1,5 santimetrga o'sishadi. Va o'sha paytga yetgunicha boqish hammani ham qo'ldan kelmaydi. Bu juda ham katta mas'uliyat hisoblanadi. Shu sababdan ham bunaqa kichkina ulitkalarni sotishni xohlamayman. Agar sizlarga shunaqa kichkina ulitkalar kerak bo'lsa, boshqa profilni maslahat beraman. Bu yerda juda ham ko'p shunaqa kichkina ulitkalar sotishadi va to'g'ri boqish haqida to'liq ma'lumot berishadi. Bundan tashqari ulitkalarga kerakli barcha mahsulotlarni o'sha profildan so'rasalar ham bo'ladi. Pastda akkauntlarni belgilab ketaman. Maza qilib bezovta qilaverasizlar. Oldin aytganimdek viloyatlarga pochta chiqarishni boshladik. Bugun shu pochtalarni bir amallab o'raymiz. Bu biroz qiyinroq ish ekan. Kesmasdan qilitsam qo'pol bo'lib ketar ekan. Kesib qilitsam shunaqa jinicha. Yaxshi ham uyimda tikadigan mashina yo'q, bo'lmasam shuni ham akkuratni qilib tikkan bo'lardim. Mayli, hammasiga shunchaki qilib qo'ydim deb bir amallab o'radim. Orada yaxshi e'tiborsin deb pochtadan korobka olib keltirib o'zim yaxshilab o'rab berib yubordim. Va nihoyat hamma kutgan konkursni qilamiz. Birinchi o'rinda shartlari bilan tanishtiraman. Menga obuna bo'lib, oxirgi 3 ta postimga like bosib, shu reels kommentariyasida bir donagina kommentariy qoldiring. Faqat 2 yoki undan ortiq kommentariy yozganlar qatnasha olmaydi. Sababi g'oliblarni kommentariyada random orqali aniqlaymiz. Menimcha menga ham sizlarga ham eng osoni shu. Endi esa g'oliblar soni va yutuqlar bilan tanishtiraman. G'oliblar soni 10 ta bo'ladi. Yutuq esa aynan videoda ko'rib turgan 4 ta 3 santimetrli ulitkalar. Bu konkursda bemalol viloyatliklar ham qatnashsa bo'ladi. Yetkazib berish butun O'zbekiston hududi bo'ylab mavjud. G'oliblar esa shanba kuni, ya'ni 17 yanvar kuni soat 22:00 da aniqlaymiz.
Bu video ancha oldin chiqishi kerak edi. Afsuski ishlarim va darslarim ko'payib ketgani uchun ozgina cho'zildi. Har yili vision board desagim kelardi, lekin esimdan chiqib qolardi. Bu yil Instagramda ko'rgan videolarimdan keyin ancha afsuslandim va bu yil ham qilmasam endi odam emasman deb o'zim maqsadlarimni ketma-ketlikda yozib chiqdim va hammasini rasmini Pinterest'dan qidirib topdim. Endigina bozorga borib kerak narsalarni olib rasmini chiqartiraman deb turganimda Instagramdan shu profilni ko'rib qoldim. Narxlari ham menga to'g'ri keldi. Atigi 99 ming so'm ekan. Ko'rinishi esa xuddi men xohlaganimdek ramkali. Zakaz bergan kunim tayyorlab chiqarib yuborishdi. Meni qo'limga pochtada bir kunda yetib keldi. Agar shu Reels 500 like yig'sa 2026-yil maqsadlarimni hammasini sizlarga ko'rsatib obzorcha qilaman. Aytgancha уже sekin-astalik bilan ushlayotganlar ham bor. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. Soat 11da endi uxlayman deb turganimda bitta tanishim ulitkalarni hozir jo'natib yuborsam bo'ladimi deb yozib qoldilar. Bugun charchagandim, ertaga jo'natarsiz desam, yo'q, javob qolmasangiz bo'lmaydi deganlar uchun mayli deb rozi bo'ldim. Meni qo'limga kelganda konteynerdan nega unaqa deganlarini tushundim. O'sha kuni ancha charchagandim, lekin shularga qaramasdan uxlay olmasdim. Boshqa konteyner olib kelib, to'g'ri solib, kalsiylarini solib, endi ulitkalarni qo'yib chiqaman deganimda, ulitkalarning hidi umuman yoqmadi. Aslida hidi bo'lmaydi, lekin haftalab e'tiborsizlik natijasida shunaqa holat bo'lib turadi. Bunaqa holatda oddiy iliq suv emas, ramashkali choyga cho'miltirish eng yaxshi variant. Bularni tez-tez cho'miltirib konteynerga qo'yib chiqdim. Bu konteyner shuncha ulitkaga juda kichkinalik qiladi. Lekin afsuski boshqa konteynerim qolmagandi. Shuning uchun solib turishga majbur bo'ldim. Endi bugun konteyner olib kelib, kamroqdan qilib solib qo'yaman. Agar sizlarga ulitka kerak bo'lsa, sotuvda bor.